Assalomu alaykum. Anglayotganlar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 1999-yil 4-oyda birinchi qitim nashr qilgan roman Sarson ruh, avtori Ahad Turdi. Ikkinchi qism. Quyosh so'ygan yer. Birinchi bob. Tavobchilar. Birinchi. Ularning ko'z oldida issiqdan ho'pildigan otash zamin, ko'yik tog', qaqas cho'l va payansiz jazira quchoq ochdi. Quyosh go'yo mushu zamindan ko'tarilib, yana mushu zaminga patadiganidekla ko'rinadi. Musulmonlarning nazaridagi bu muborak zaminga oyoq besish bilan tang ularning demig'iga faqat mushu tuproqqa xos bo'lgan odamni tashnalikda qiynaydigan qurg'oq, issiq, sap cho'l hidi urilgan edi. Ularning oldida dalayib yotgan bu otash zaminda na bir hayotlikdan derak beradigan allaqanchilik yeshillik, na bir shildirlab eqib turadigan belakchilik suv yo'q edi. Odamning ko'z oldida cho'qchiyib turgan giyohsiz ko'yik tog' kishiga go'yo qiziq tuproqdan qaynab chiqqan hayotlik tiniqi uzilgan qo'qas uyutmalarga o'xshash ko'rinadi. Uning rangimi qo'qasda puchlangan tosh tuproqqa o'xshash gil rangiga o'zgarib ketgan edi. Ular to'ga bilan 3 kun yo'l yurib, Makkaga 6 mil keladigan Sarif degan yeziga keldi. Bu yer Makka tog'lariga yaqin edi. Ular bu yerda bir kun aram elib, ata yangi ruh, yangi qiyofat bilan Makkaga kirmoqchi bo'lishdi. Ayollar qo'lma-qo'l tutish qilib, tushlik g'izo uchun yo'g'on bir qozon polo etdi. Ular poloni dumlab qo'yib, qachoq quchlarni tayyorlash uchun chidirlarga kirib ketdi. Shu chaqda ular o'ylamgan bir ish yuz berdi. Tog' qaptilida xuddi toshlar orasidan unib chiqqandek tuyuqsiz ikki odam paydo bo'ldi. Ularning ustivishi juldur kepan edi. Quchisiga uzun mata ko'ylak kiyib, beshini bir parcha eski lata bilan o'rib olgan edi. Ular tog' qaptilidan tushib atrofga alanglab qaradi. Andin udul qozon eslagan yerga qarab yugurib keldi. Shungacha hech kim chidirdan chiqmadi. Erlar poloning hidini purab, qachon oldimga kelarkin degan tama bilan kutib yetishatdi. Ayollar bo'lsa qacha-qucha tayyorlash bilan avara edi. Bir hazodan keyin ular chidirdan chiqib, qacha-quchlarni ko'targan holda qozon beshiga kelganda, o'choqda qozon yo'q edi. Ayollar dastlab hayron bo'lib, esangirab qoldi. Keyin ko'ngillariga allaqanday sirli xiyollar kelib, qo'rqqandan surbisib ketdi. Ayollarning alatag'il varqirgan ovozlarini anglagan erlarmi chidirdan chiqdi. Bu chaqda heliqi ikkisi bir qozon poloni ko'tarib, tog'ning xili egiz yeriga chiqib bo'lgan edi. Ular qozonni yo'g'on bir parcha toshning ustiga qo'ydi. Birdamda ular 7-8 odam bo'ldi. Ularning orasida yarim yalang'och bolalarmi bor edi. Ular qozonning og'zini ochdi. Poloning mazlik purqi atrofga tardi. Oshning ustiga besilgan dog'lama go'sht kun nurida velildab, odamning og'ziga siriq suv yig'atdi. Ular qozonning atrofiga o'lashdi. Yanglarini shimolidi va xuddi o'z uyida atgan polodek qozonning udul kelgan yeridan och ko'zlik bilan huzurlanib yeyishga boshladi. Ularning odamning ko'zicha qilayotgan bu yo'lsiz qiliqi bir nechalarning zidiga tegdi. Ular ko'p kunduzda o'zlarining rizqiga changal solgan bu bulonchilarning adibini berish uchun tosh to'qmoqlarni ko'tarib tog' tarafga yopirilib keldi. Lekin otxon ularni to'sdi. Unda qilmanglar. Bu ashularning rizqi ekan. Bu dunyoda hech kimning rizqini yeyolmaydi. Shu araliqda Akbar varqirab turib ulardan so'rdi. "Hoy, sizlar nima odamlar? Biz mushu tog'ning fuqarolari", dedi birisi baland ovozda. "Bu yerda chorva boqimiz. Sizlar nima uchun bizning tomoqimizni akitisizlar?" dedi Akbar qo'lini kanay qilib varqirab. "Endi biz och qolmamdiq. Rizq g'oyib degan shu", dedi heliqi odam hech ish bo'lmagandek parvosizlik bilan. "O'zinglar yog' puritib bizni chaqirib keldinglar. Xudoyim bizni och qo'ymagandek, sizlarni mo och qo'ymaydi."
Ularning gap oramidan qaraganda ular xili burunla poloning hidini hidlab, tog' orasida marab yotgandek qilatdi. Ular hash-pash deguncha bir qozon poloni yeb bo'ldi. Birsi eng oxirgi qitim qozonning ustidagi qizirib pishgan qijmiqini tatilab yeb bo'lib, quruq dalgan qozonni xuddi toshni domlatgandek domlatib tuvanga tushiribdi. Bu noinsof badvilar deb varqirdi Musa Danqan bir necha yeri mukchib ketgan mis qozonga ich og'irtib. Hech qisi yo'q, ulardan og'ring'ili bo'lmaydi, dedi Atxon Musa Danqonga tasalli berib. U bechoralarning mushundaq yerda yashmoqimi oson emas. Ilmi ular yavoylarga aylanib ketmabdi. Shu kuni bularning poloni yeyilmay ko'ngillari o'minib qoldi. Ammo qattiq quruq nonlar bilan choy ichib, atiki safarning xushalliqi va aldirashchiligida yana hammani unutib ketdi. Ular atsi atiganda yuyunib, g'usli tarat ilib ihromga kirdi. Ihrom farz kiyim, odam badanining usti va osti tarafidan bog'laydigan ikki parcha oq raxt. Shu turqida ularning kiyimi, hissiyoti va ta'siroti o'xshash bir qilibqa tushib qolgandek, hammasining vujudida bir xil taqvodorlik, muqaddaslik va itoatmanlik tuyg'usi hukmron o'ringa chiqqan edi. Ular Makkaga yaqinlashgan sari xushallanatdi, hayajonlanatdi. O'zlarining yana bir necha soatdan keyin Allohning uyi Baytullohni tavob qiladiganliklarini o'ylab, yuraklari tipchaklaydi. Ko'zlari nur va haroratdan yaltirab ketgan edi. Mana ularning qalbidagi muqaddas joy Makka mukarrama qadam-muqaddam yaqinlashmoqda, oraliq qisqarmoqda, nishon ro'shanlashmoqda. Atxon baland ovoz bilan labbayka deb to'vladi. Hammaylar uningga agishib, bu qaqas cho'llikda yaqimliq, saltanatlik yangroq bir sadoni shakllantirdi. Labbayka, ey Alloh, labbayka, men hozir bo'ldim. Ey Alloh, men hozir bo'ldim. Sen shiriksizsan, yegonisan. Labbayka, shukr sana, madilar sanga xosdir. Labbayka, ey berubar Alloh, labbayka. Birinchi qitimliq labbayka to'xtaganda Atxon o'ziga agishib kelayotgan Akbarga mundoq dedi: "O'g'lim, bu tavarruk duoni o'z zamonida Ibrohim alayhissalom Makkaning yenidagi Abu Qays tig'ining cho'qqisida turib aytgan. Shu chaqda uning ovozi osmonni larziga, yer zaminni zilzilaga keltirib ekan. Bu sadoni yolg'iz butun koinotdagi jonliqlarla emas, qo'rsoqdagi buvoqlarmi anglab ekan." Akbar "Ha" deb beshni ling'ishtirib qo'ydi. Uning harg'in, beparvo turqidan bu so'zlarning ma'nosiga tushungan yoki tushunmaganligini farq etgili bo'lmaydi. Labbayka sadosi yana yangradi. Qadamlar tizlashdi. Xushalliq va hayajondan kishilarning tiniqi kuchayib, yuraklari tipchaklashga boshladi. Ularning ko'z oldida tor jilg'iga joylashgan, to'rt atrofini egizpas qaqas tog'lar o'rab turgan Makka shahri namoyon bo'ldi. Makka, Ummul Quru, sening muborak jalibkor vaslingga yetish nima degan mushkula? Mana mushu chiroylari qaridab, lablari gizargan ixlosmand murtlaring seni tavob qilish uchun jahonning bir chekisidan yana bir chekisiga kelguncha nima kunlarni ko'rmadi. Hatto o'lganlar o'lib, hayot qolganlarimi ming o'lib, ming terildi. Bir yildan ortiq vaqtga so'zilgan bu uzun mushaqqatli safar simizni o'roqlatib, o'roqni holsizlantiribdi. Shundaqdimi ularning sana bo'lgan ixlos e'tiqodi suslashqini, sening vaslingga yetish yo'lidagi g'ayrat shijoati bo'shashqini yo'q. Ular tishini tishiga tishlab, bir qadamdan ilgirlab, oxirisining oltin bo'sog'onga qadam qo'ydi. Makka, sen o'z qo'yningda Baytullohning bo'lganligi bilan butun Hijoz rayonidagi shaharlarning iftixorisan. Sen Baytullohning makoni, tinchlikning yurti, ittifoqlikning simvoli, haj tavob qilguvchilarning muqaddas g'oyibi manzilisan. Biz oxir sana yetdik. Sening muborak bo'sog'onga bosh qo'ydik. Endi o'lsakmi bizda armon yo'q. Mana bu minglagan, 10 minglagan tavobchilarning
Allohga qilayotgan iltijosi, nidosi va xushalliq sadosi edi. Atxon Akbarning qo'lidan yetilab, Jarvan ig'izi orqali Makka shahriga kirdi. Uning qadamlari cho'ng ham salmoq edi. Tiniqi kuchayib, yuragi go'yo ko'krak qafasini bo'sib chiqadigandek gupildab urvatadi. Og'izda bo'lsa to'xtamay kusur oyat o'qiydi. Shu tapda uning safar jarayonida tortgan barliq azob oqibatlari nagidur g'oyib bo'lib, o'zi shundoq tetik va ruhliq bo'lib ketgan edi. Atxon hayajondan nurlanib ketgan ko'zlari bilan atrofga to'ymay qaradi. Uning ko'z oldida tor ham uzun jilg'ining o'ttirsida shimoldan janubga so'zilgan uzunchoq bir shahar yuz ochdi. Qaramoqqa qaysi shahar va qaysi shaharni qo'yniga ilib turadigan zamin ekanligini damalliqqa farq etkili bo'lmaydi. Chunki shahar o'z atrofida cho'qchiyib turadigan g'alita toshliq cho'qqilar bilan go'yo bir gavda bo'lib ketgan edi. Har xil shakldagi uy imoratlarining tashlarimu atrofdagi tog'larning qo'ng'ir qatlamlaridan keltirilgachga uy imoratlarmu qo'ng'ir ko'rinadi. Shunga mayli qaysi tarafdan qarasa, ularni ayirib olmoq tez edi. Uning ustiga tog'lar bilan shahar oralig'ida fasil bo'lg'idek yeshil chimanzorlar bo'lmag'achqa, uy imoratlarining o'g'isi bilan tog' bag'ridagi quram toshlar o'zaro giralishib, bir-birini gavdalantirib, o'ziga xos ko'rkam bir manzarani hosil qilgan edi. Atxon hayajon, qiziqish va hayronlik ichida mastxush holatga kelib qolgan edi. U atrofida davrab kelayotgan odamlarning ittirishi bilan Masjidil Haramning hayvatlik darvozasi oldiga kelgandila esiga keldi va yinidagi Akbarga qarab, "Balam, muqaddas masjidga kirganda og'zing bismillah desin, o'ng putung oldida kirsin" deb alohida topildi va o'zi, "Ey Alloh, mening gunohlarimni mag'firat qilg'aysan va rahmatingning darvozalarini menga ochib bergaysan" deb duo tilovat qildi. Makka shahrining markaziga joylashgan 100 mingdan ortiq odam bir vaqtda faoliyat olib bora oladigan bu mashhur katta jami hozir qaynoq, saltanatlik bir dunyoga aylangan edi. Uning 4 atrofiga bir haftaning 7 kun bo'ladiganligiga simvol qilinib yasalgan o'qiya shakllik, hayvatlik 7 munar go'yo uchma cho'qqilardek ko'kka bo'y so'zib, kun nurida oltindek chaqnab kishilarning diqqatini o'ziga tortadi. Masjidil Haramning uch tarafdagi cho'ng darvozasi Abdul Aziz, Umra va Fatah darvozalaridan Allohu Akbar deb takbir etib uzilmay, xuddi o'rkashlayotgan azim daryodek tavrinib kirayotgan minglagan tavobchilar masjidning markazidagi Baytullohga baayni osmondan saqib tushgan 4 chasa qora uyul toshdek qad ko'tarib turgan Ka'baga qarab siljiydi, intiladi. Zamonlardan buyon millionlagan musulmonlarning muqaddas e'tiqodgohi, ularning namozga yuzlanadigan qiblasi va haj tavob makoni bo'lib kelgan Baytulloh jigar ranglik uyul toshlardan qo'pirilgan, uni marmar tosh bilan mustahkamlangan 24 metr egizlikdagi surlik ham hayvatlik uy edi. Uning yopiqi qora durdundan tikilgan bo'lib, Baytullohning ustidan toki ulig'icha cho'nkab turadi. Yopiqning ustiga kumush yip bilan kashtilab yozilgan Qur'on Karimning oyatlari quyosh nurida parqirab qaragan odamga bir xil sehriy tuyg'u beradi. Baytullohning darvozasi Hajarul Aswad bilan Iroq burjiga joylashgan yerga o'rnatilgan bo'lib, yerdan 11,5 g'irich ko'tarilib turadi. Uning yasilishi bakmun nafis va ko'rkam. Uning butun yuzi kumushda qoplangan. Darvozaning manglay yog'ichi, bo'sog'isi qatorliq joylarmi kumushda qoplangan edi. Shunga yillarning o'tishi uni qilchimi o'zgartirilmagan. Zamonlar uningga hech qanday ta'sir qilolmagan edi. Baytullohning ichiga yotqizilgan marmar toshlarning siziqchilari ro'shan, siyliq ham ko'rkam edi. Uning ichiga kashtan yog'ichidan yasalgan
uch to'ruk o'rnatilgan. To'ruklar mazmut, egiz bo'lib, bir-birisining oraliqi 4 qadam keladi. Uning qizil atirgul rangli ipak rextlar bilan qoplangan temida Allohu Jalla Jalilahu degan arabcha xatlar yaltirab turadi. Baytullohning 4 burchiga ular yuzlanib turgan taraf bo'yicha at qo'yilgan bo'lib, shimol tarafi Iroq burjiki, g'arb tarafi Sham burjiki, janub tarafi Yaman burjiki, sharq tarafi Hajraul Asvad burjiki deb ataladi. Tavafchilar Baytullohning ashu sharq burjikiga qarab siljitdi. Ular falakka yetgan hamdu sana sadolari bilan dengizdek gurkirab, choy qilib, payoni yo'q odamlar qaynimini hosil qilgan edi. Atxonmu Akbarning qo'lini ching tutib, ana shu qaynamda pirqirab, qisilib yurib, noiti tasda Hajarul Asvad teshining yiniga kelib oldi. U qattiq hayajonlangan edi. Hayajondan ko'zlariga mo'llida yosh kelgan edi. Atxon o'zimi sezmagan holda ovozni qo'yib berib, "Alloh, ey ulug' Alloh, men keldim. Men sening muqaddas uyingni tavob qilg'il keldim. Sen ulug', sen eng ulug', eng buyuk, sendan bo'lak iloh yo'q. Ya hammaga qodir Alloh. Mening hayot vaqtimda qilgan har bir taqvodorlik talablarimni qabul qilg'aysan. Sen bandalaringga nusrat ato qilg'uchi. Alloh, Alloh" deb nido qildi va Hajarul Asvad teshini nihoyatda royishlik bilan silab, yuzlarini yiqib, bo'sa qilishga boshladi. Hajarul Asvad ellips shakllik, julalanib turadigan meteorit tosh bo'lib, uning siliq yuzida qizil chekitlar bilan seriq chiziqchalar bor edi. U egizligi 1,5 metr keladigan kumush ramka ichiga ilingan edi. Hajarul Asvadning qora rangi bilan kumush ramkaning oq ranglik garalashmasidan hosil bo'lgan nur va shola odamning ko'zini chaqatdi. Uni so'yganda odamning levi shundoq bir xil lazzat sizatdiki, so'ygan siri so'ygisi keladi. Yiqimliq bir jug'uldashdan odamning vujudi rohatlanadi. Shu chog'da har qanday odam Hajarul Asvaddan iborat bu muallaq tilsim toshning o'ziga xos aloyidligini va u namoyon qilib turgan ilohiy hikmatni aniq his qiladi. "O'g'lim, bu muborak toshni payg'ambarimiz so'ygan", dedi Atxon Akbarga qarab hayajon bilan. "Payg'ambarimiz bu toshni so'yib turib mundoq degan: bu Alloh taolaning zaminga o'rnatgan qasam, ixlos taxtisidir. Alloh taolo bizni uni silash, so'yish fursati bilan manfaatlantirdi. Onunğa zo'qman bo'lgan har qanday odam bu yerga kelsa, onundan tegishli foyda ko'radi." Akbarmu uni so'ydi. Yumran lavlarida bir xil so'g'uq, yiqimliq sizim o'rnab qoldi. Atxon amdi uni agashtirib, joyi multazimga keldi va bo'sh titrangi ovozda duo qilishga boshladi. "Men keldim. Alloh, sizning Baytullohing eng qadrlik uy Alloh. Baytullohning egisi, shafqatlik, mehribon, kechirimlik Alloh. O'zingga yinindim Alloh. Mo'minlarning duosini qabul et. Ketganlarga iymon, qolganlarga saatlik bergin Alloh. Qizlarimni cho'kan kamolga, o'g'illarimni qironliq kamolga yetkizgin Alloh. Bizni hamma gunohlardan saqlab, axloqli, fazilatli qilishingni tilayman Alloh. Bu dunyo va qiyomatdagi barliq yaxshiliklarning hammasini bizga xayr qilishini tilayman Alloh. Bizni panohingga ilib, do'zaxning jazolaridan yiroqlashtirishini tilayman Alloh. Sendan boshqa panohimiz yo'q Alloh. Barliq madiya hamd sanolarning hammasi sanga xosdir Alloh." Atxon to'xtamay duo tilovat qiladi. Ovozi barg'ansiri pastlab, nima da'vatqanligini yindiki Akbarmu anqirolmay qoldi. Shu topda ixlosi cheksiz, taqvodor bu odamning butun jismi go'yo haytavob bilan yumshab, erib ketayotgandek bo'shib ketgan edi. Demisimu u butun zehni va butun vujudi bilan Alloh yo'lidagi ibodatga kirishib ketgan edi. Akbar uni qo'ltiqidan yulab, haj rasmiyatlarini davomli o'tashga boshladi. Qisilib, turtib yurib, Ka'bani 7 qatim aylandi. Ondan
maqama İbrahimning orqasida 2 rakat nafl namoz o'qib Zamzam buloqi yiniga keldi. Arablar azaldan Zamzam buloqini muqaddas buloq deb azizlaydi. Chunki ular qudratli, hammaga qodir Alloh taolo o'z zamonasida Hajar bilan uning o'g'li Ismoilni ussizlikdan o'lib qolmasin deb mushu qaqozchiligida bu buloqni yaratdi. Shunga bu buloq muqaddas, ilohiy buloq deb qaraydi. Demisimi, Makkaliklar tarixdan buyon suv qisliqning dardini ko'p tortgan. Ular suvni shaharning sirtidan to'shib kelib ichadi. Nurg'un mushaqqat chekatdi. Ham ko'p chiqimdor bo'ladi. Shunga Zamzam buloqi o'zining yegona va buyuk mavjudligi bilan ularni tatliq, barakatlik suv bilan ta'minlaydigan abadiylik angushtar bo'lib qolgan edi. Zamzam quduqi 4 tarafida eshigi bor, mihrab shakllik qoro tomning ichiga ilingan edi. Uning suyini chig'iriq bilan tortib chiqaradi. Atigandan biri to'la yig'lab, duo tilovat qilib charchab usigan otxon quduqdan yengila tortib chiqarilgan chidakdagi muzdek tatliq suvni qong'icha ichdi va Allohning mushundaq qaqas qurg'oq zaminda o'zining mehr shafqati bilan paydo qilgan hayotlik chashmasiga atab duo qildi. Tashnalikda suv bergan Allohning ulug'ligini madilayman. Ey Alloh, menga rizq, foydali bilimlarni inom qilishingni, har xil kasallardan shifo topqizib qo'yishingni tilayman. Zamzam suvi bilan tashnaligi qinib, ruhi ko'tarilib qolgan otxon o'g'li Akbarni agashtirib, haj faoliyatini davomli o'tashga, Safa bilan Marva oraliqida 7 qatim sa'iya qilishga boshladi. Bugun muqaddas shahar Makkani Allohning ulug' baytini tavob qilg'ili kelgan 100 minglagan odam 4 tarafi kuyuk tog' bilan qoplangan bu o't ateş yurtni qaynam toshqinlikqa aylantirgan edi. Masjidil Haramning ichi va teshida har xil chiroy, har xil til va har xil tusdagi odamlar kezib yurmoqda. Afrikadan kelgan qora tanliklar, Yevropa va Amerikadan kelgan oq tanliklar, Osiyodan kelgan seriq tanliklar, Habashlar, Turklar, Arablar, Farislar va boshqalar top bo'lib tahlil takbir etib yurishmoqda. Ba'zilari Baytullohni tavob qilmoqda, ba'zilari Safa Marva orasida yugurmoqda, ba'zilari İbrahim alayhissalomning maqomida namoz ado qilmoqda, ba'zilari Zamzam suyini talishib ichishmoqda. Bu yerga to'plangan minglagan, 10 minglagan odamlarning kiyimidan tortib xarakterigacha bir xilla. Chunki bu kiyim va bu xarakter bir xil kuchlik e'tiqod tufaylidan uzoq zamonlar mobaynida shakllangan. Sirtdan qaragan odam ularning asli qiyofatini ko'rolmaydi. Ular bir xil so'zga, bir xil harakatga va bir xil muomalaga odatlanib ketgan. Bu muqaddas zaminda dunyoning har tarafidan kelgan musulmonlar do'stlik ruhi bilan uchrashdi. Garchi ularning tili, rangi va xarakteri bir-biriga o'xshashmasimi, lekin ularni bu tavarruk joyga to'plab turadigan birla narsa bor. U bo'lsa-mu Allohga, payg'ambar alayhisalomga va uning kitobiga bo'lgan aqida, ixlos. Davomi bor.